Dada. Tavus pişqandim, azroq yana bir tatlıqqa. Rahmat balam, rahmat. Dada. Opam qachonroq keldi qoldi? Apangiz bu kela balam, qachon keladi? Keldigan vaqtimi bo'ldi. Bir ish bormidi? Men shu sizning qo'sqingizni ichib qolaman deb, lekin o'zim bir yeydigan narsa qilib beray desam, mening qo'lim ishdan kelmaydi ekan. Rahmat balam, rahmat. Mening qo'sig'im ashqadek bo'lmadi. Endi apangiz kelganda bir ish qilamiz. Bo'lmasa men chiqib sayyor kiray. Opam kelgach to'g'ri tayyor qilib qo'ysam, anqit siz tavuzdan, lazzatli tortlardan yegash tursangiz, o'roq qilamiki? Ma'qul balam. Endi men chiqib kiray dedi. Ma'qul. Yo'lda diqqat qilaman. Ma'qul dedi. Masha balam, bir baxti kasa bo'ladi. Tavus tilashlarına balam. Oy, ben mehman geldi, datsın mehman geldi. Oy, gel. Hiç çıkma, avanız yaxşıma. Sakçı balam, otur. Oy, kaskan şef kütüğü bağlanın, her misin sakçı demişler? Oy, okşumaydı ki arası, okşumaydı ki. Ben bu oğlumun soruşturup yani. Bu balanın ismi Merdan, özü uçkıcı, atlarınız mı şundak isil adamlar. Neme? Uçkıcıdır ha? Uçkıcı. Vay. Neme degen yaxşı, kız bu uçkıcılar ne? Ayırıp olan eyleydi kallarını fakat televizordurdu, körettim. Bugün öydü görüşken ispilap da ha. Bunun bildiğin çok tek gözleme öyden. Oy kılı. Tavzirine? Yana. Hay dadisi, karanla. Ma balımız ne? Boydusu boy, kaştısı kaş, közdüsü köz. Oy, bunda tamlaşkan balını köyoğun kılvasak neyge yakşı ha? Şurada. Kalsız kalada kaldı. Ay şu. Oy kılı yana. Sal ciddilik yap qalgan boğaşqa quruqqullik yap qaldım, sal sat oldu ya. Yok, ondaq demem. Hiç yok. Özünüzden öyle korunmay, erkek azada oturun. Rahmet. Ma balımcı, nurgun adam köyoğun kılvasak deydik ya. Bunu bakın, dostum, Ayturan'ın ciğerimizi tanıştırıp koydu. Kalsız bana ne kaldı? Şunda olmam deki. Oy bizgi çok taza aşı zalt, soğutturup, zaltın aşı bizgi yasalı belgendekler. Şundak gel. Ha balam, oy yemidimiz o tavızda. Yemine. Bayam bekçik nasi atken ben şunu sen. Bana bu sınıf hizmet anlamı capalıktı ha. Japalık o hakikaten japalık. Lekin ben könüp kaldım. Ama hizmetinin özgü çıkışta bir japas buldu emas mı? Doğru ettiniz. Şundak. Hey balam, bayatından beri meni görüp mü könüp kaldınız. Ben mumunda karab, sizni şundak yaxşı görüp kaldım da. Bizim öyge aşk yoğul buluşka bek layık geldikensiz. Şunu özünüzü azade tutup, azad oturunca mı? Buldu. Rahmet. Ya. Hakkın iyi mi? Hey dadısı, ma balımız var o. İşten düşüpler, kimini almıştırışkım ülgemin. Biz bayağı keptik ya. Tam hakkımı otlamayı unuttum bir şekilde başlayıp geldim. Ben yaxşı kızlar. Obdan buldu. Elan. Onda degen qaraganda siz şu aeroplan heydep to'xtamay uçup yurdikensiz ha? Ya to'g'ri, men mush davlat ichi liniyasida uchish vazifasini o'rindayman. Voy, odamız bek yaxshi yoptu. Biz ma davlat ichi sayohat qilib qalsa, mushu balimiz haydigan aeroplanda o'tirib, mushu balam o'zi aeroplanni haydab, bizni shu yerga olib qo'ydi-da endi. Oy, nima degan yaxshi, voy ma ishni. Unda olganda biz shu baylarning kunini ko'ramiz-da. O'tirishimiz aeroplan, haydigini bizning o'g'limiz. Nima degan yaxshi. Ay tağa siz ben kızıkkensiz yuma lekin. Balam, siz mi gördünüz biz oy çıkıyoruz adamlar. Sizden kesbiniz mi şundak yaxşıken, atanınız mı şundak bir oğulmuşluk kilişimlik isli adamlarken, biz mi gördünüz? Biz mi şundak yaxşı, bizim kızımız mı bek isil, bek çıraylı, bek kamlaşkan. Altı bek bir kız bala, bizim kızımızga bu balığa bizim kızımız şundak
to'g'ri keldi deb sizni bu yerga boshlab keldik. To'g'ri tushunsiz-ku? To'g'ri tushunma. Ha, mana bu sapaliq odamlar deganing har qanday bir gapga shundoq sifatlik, chiroyli javob berdi emasmi? Shu. Ha. Oy. Qizimiz ko'rmaydi-ku? Bak. O şu uyga mehmon kelib qolsa, tamoqni tayyorligini qilib qo'ydi, ko'ktas etib olib ketdi. Mana aqlli qizimning ko'ngli to'yibdi. Sizning keldiğinizcha ko'ngli to'yg'ashqa bir tamoqning tayyorligini qilib qo'yay deb chiqibdi. Ishlarning boshlanishi mushundaq yaxshi bo'ldi emasmi? Voy, bilmayman bir yerga qolganni. Balam, ko'nglingizga kelmisan? Men bir ishni so'rab baqim keldim. Bo'ldi, tag'a so'rag'im. Siz bundan ilgarimida to'y qilishni o'ylashmadingizmi yo o'ylashganmi? O'ylashgan lekin oy, nergi sualni so'raydi ekansiz? Oy, bu balimiz degandan aeroplanda u yoqdan bu yoqqa uchib turadigan tursa, ha? To'y ishini o'ylashadiganqa nadi vaqti, ko'rishadiganqa nadi vaqti, ha? Tursa muqim bir yerda aniq kim bo'ladi bu ishlar. Biz shu doim so'raydigan savol shunga Neden biz undaq sual so'rab baqdik? Ya, biz undaq sual so'rab baqmadik. So'rmadik. Ma apamning deganning asosi bor. Men shu xizmat sababidan u yoqdan bu yoqqa uchib yurib bir yerda shu xizmat tufayli muqim tura olmagandan keyin shunday bo'lib qoldi. Endi bu ishlardan ensirmisingizmi bo'ldi? Mana bizdek sizga qaynab bo'la oladigan odamlar chiqdi. Buni gulga kelgan ish bo'ldi-da bu. Shu, oltin muzik yoqib ko'zlasak bo'ldi. Aydatsin. Tansi to'g'ri gapni bir qildinglar-da bugun. Oy, hammangiz sizni bek japaliq ishlaydi deydi shu maoshinimi shuni yaxshi oldi deydi-ku. Xizmati haqiqatan sal japaliq. Lekin maoshim shu japaliq tushliq yaxshi. Shu 20 minglardan oshdi deb oldi. To'g'ri, shundaroq chiqdi. Yo'q. Ko'rdingmi dadisi? Bu qaltis balamda qarang bolam. Mush bizning uyga va qarang, beshimizni og'irtib ketgan odam, birsi elchi kirgizayotgan, birsi oyey, yelidan yilga bizning aramimiz qo'ymi dedi-ha. Shundoq bo'lsa-chi biz ma uyga kirdiganlarni qat'iy rad qilib uyga dasatmadik. Shunaqa qiladi-sen? Ammamni sizlarni pek yaxshi isil oila deb maqtab bergandi. Voy qizimni-chi? Qizingizni uni maqtadi. Altın degandim uyda bo'lsin paqiraydi. Yili qizim kelsa ko'rsiz degan. Keldi. Keldi balam. Kelaha balam. Ho'jan. Kela. Siz qaysi yo'ldan keldingiz uyga? Qarang, men tushundiray. Ay balam, bu deganchi Merdan, Ushqchi, bugun Maviga salom keldi. Siz qo'yibsizlar? Merdan, Ushqchilar emas. Ushqchilikni pesh qilib, men bir yil shuga muhabbatni tashlab, yangi tunishgan bir qiz bilan ketgan katta vijdonli Ushqchi. Oy, bu balam ishqinga tunishamsizlar? Qarang, sizlarga demaydigandim. Bu bal mening oliy maktabdagi bir yil yurgan o'g'il do'stim. Shu vaqtlarda men xo'shmi deb qo'ymay, boshqa birisi bilan yurib, meni tashlab etgan vafosiz bu. Asli bu ish bunda emas, men sizni tushundiray. Voy bo'ldi qiling. Meni tashlab etib, tepib olgan qizlaringizdan vafo chiqmabdi-da. Qarang, men sizga tushundiray ismini. Bo'ldi. Dadam opamning oldida meni qat'iy satlashkim yo'q. Ko'nishlarni so'rab chiqqim yo'q, qarang. Shu ang yaxshisi ko'zimni yo'q qiling. Men chapkinizni elib, ela. Qarang, men siz. Apa? Kuyovlarning xizmatini undan katta bo'lib ketsinmi deb o'ylamayman. Lekin
olmaydı. Keçirirler abla da. Sonradan yırtıp Yok balam. Adem'nin ağlısı içide, hayvanın ağlısı teşir Adem. Anın bir çıraylık boyu olan bilen ağlısı içini gelmez mi? Kızım, ben işim vardı benim. Lakin heli uçtuğum uçkuşuyken kızımız tüy kuş bakılgan kop kalmasın cuma. Tövbe kuştan gepin deyiş atamsızlar. Ay şu biz tövbe kuş suyup birayli. Sizin tuncu geldi şu şerpiye de paylaştık. Şunda. He? Tüy kuş? Ha. O şu tüy kuşlarla şu motorla yemiş onu yiyenlerden şu kolları uzun, boyu şunda igiz olup deydi o kuşlarma. Ay ya kay. Motorlar şunu yeydi deyip anladım kona aydamış kona. Ya kanday emas. Oy Raske. Televizorda şundak dedi. Qaragan ben burullah tövbe kuşu yiyen boğaşqa. Ma kollarımı gördünüz mü? Yoğallığını. Ma gevdemini gördünüz mü? Gevdilikliğini. Parçaklarını karsınız mı? Abay uzunuz mu dediniz mi? Modulladek uzunken de. Şu. Aşının hemisi tövbe kuşu yiyenlikten canım.